xalqimizni orasida bo'g'imingga ukol olma, yura olmay qolasan degan har xil iboralar qo'llab kelinadi. Bu qanchalik to'g'ri va noto'g'riligini hozir ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan bo'g'imga lokal inyeksiyon terapiya sifatida qilinadigan gialuron kislotalar haqida gaplashamiz. Bizga ma'lumki, tanadagi hamma bo'g'imlar, bo'g'im yuzasidagi tog'ay plastinkasi, bo'g'im kapsulasi, bog'lam apparatlari va qo'shimcha anatomik hosilalardan tashkil topgan bo'ladi. Bo'g'im tog'ayi tolali karkasdan tashkil topgan bo'lib, tarkibida kollagen 2-tip oksili va gialuron kislotasi tolalaridan tashkil topgan bo'ladi. Bo'g'im tog'ayi joylashgan joyiga qarab 1 dan 7 mm gacha qalinlikni tashkil qiladi. Bo'g'im tog'ayining vazifasi bo'g'imga tushayotgan yuk va zarbani qabul qiladi, atrofga teng taqsimlaydi va yukni so'ndiradi va bo'g'im yuzalarini qoplab, nerv oxirlarini berkitadi. Qisqa qilib aytganda, bo'g'imga amortizatsiya vazifasini beradi. Insonlar harakatga kelgan vaqtda bo'g'imga yuklama tushadi va natijada bo'g'im tog'ayi qisqaradi. Tog'ay ichida joylashgan bo'g'im sinovial suyuqligi yuklama vaqtida bo'g'im tashqarisiga chiqadi. Yuklama olinganda bo'g'im tog'ayi vakuum sistemasi orqali kengayadi va bo'shliqdagi sinovial suyuqlik tog'ay ichiga kiradi. Bu holatni kolloid gidrodinamik mexanizm deb ataladi. Bo'g'im tog'ayi aynan shu mexanizm tufayli uzoq muddat saqlanadi va yangilanib turadi. Bu mexanizm bo'g'im tog'ayining ichida joylashgan kollagen oksilini ishlab chiqaruvchi tog'ay hujayralari xondrotsit va xondroblastlarni oziqlantiradi. Bo'g'im sinovial suyuqligi bo'g'imning sinovial pardasida ishlab chiqariladi. Tarkibi qon plazmasiga yaqin bo'ladi, faqat plazmadan farqi tarkibida proteoglikallar, ya'ni gialuron kislotasini borligi bilan ajralib turadi va bo'g'imni sinovial suyuqligini vodorod ko'rsatkichi 7,3 va 7,6 pH ni tashkil qiladi. Bu ishqoriy muhit hisoblanadi. Sinovial suyuqlik bo'g'imda quyidagi vazifalarni bajaradi. Suyuqlik yuqori qovushqoqlik va elastik xususiyatga ega bo'lib, bo'g'im harakatga kelgan vaqtda ishqalanishni kamaytiradi. Bo'g'im tog'ay karkasining tarkibidagi xondrotsit va xondroblast hujayralarini oziqlantiradi. Bu hujayralar bo'g'im kollagen 2-tip oksilini ishlab chiqaradi va bo'g'imni butunligini ta'minlab turadi. Bo'g'imda artroz bo'lish oldini oladi. Sinovial suyuqlik immun kompleks hujayralar tutganligi sababli bo'g'imni begona agentlardan, bakteriya, virus, zamburug' va boshqalardan himoya qiladi va bo'g'imda moddalar almashinuvini yaxshilaydi va bo'g'imdagi muddati o'tgan va o'lgan hujayralardan tozalaydi. Bo'g'im kasalliklari, osteoartritlar va artrozlarda bu mexanizm buziladi. Sinovial suyuqlikning miqdori kamayib ketadi yoki yallig'lanish jarayonlarida bo'g'imda yallig'lanish mediatorlari, interleykinlarda miqdori ko'payib ketadi. Bu moddalar osmotik xususiyati yuqori bo'lganligi sababli atrofiga ko'p suyuqlik yig'adi va natijada bo'g'imni suyuqlik miqdori ortadi. Bu holatni bursit deb ataladi. Natijada bo'g'imni ichki muhiti normada bo'lishi kerak bo'lgan ishqoriy muhitdan kislotali muhitga qarab o'zgaradi. Natijada bo'g'im tog'ayida kolloid gidrodinamik mexanizm buziladi. Tog'ayning kollagen karkasi va tog'aydagi kollagen ishlab chiqaruvchi hujayralar ishqoriy muhitda yashashga moslashganligi sababli yangi kislotali muhitga moslasha olmaydi. Natijada tog'ay hujayralari xondrotsit
va xondroblastlar apoptozga, ya'ni hujayralarning o'limiga uchraydi. Natijada bo'g'im tog'ayning asosiy oqsili bo'lgan kollagen ikkinchi tip oqsilini paydo bo'lishi va uni saqlab qolinish holatlari buziladi. Bo'g'im yuzasida yemirilgan orolchalar paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? Bu holatlarda bemorlar shifokorlarga murojaat qiladi. Yallig'lanishga, shishga qarshi vositalar va tog'ayni tiklash uchun kerak bo'ladigan xondroprotektik dori vositalari tavsiya qilinadi. Davolashni ikkinchi bosqichida bo'g'im ichi amaliyoti sifatida bo'g'imlarga lokal inyeksiyon terapiya, ya'ni bo'g'imga maxsus kerakli ukollar tavsiya qilinadi va boshida bo'g'imga yallig'lanishga qarshi dori vositalar qo'llaniladi. Buning natijasida bo'g'imda yallig'lanish mediatorlari kamayadi, shish va og'riqlar kamayadi. Bo'g'imdagi kislotali muhit normada bo'lish kerak bo'lgan ishqoriy muhitga aylanadi. Bemorlar og'riqdan qutuladi va ancha o'zini yaxshi his qiladi va bundan keyin bo'g'imga xondroprotektiv dori vositasi sifatida gialuron kislotasi unumlari buyuriladi. Gialuron kislotalari 4 xil bo'ladi va bu kasallikni kechishiga qarab preparatlar tanlanadi. Yuqori molekulyar, o'rta molekulyar va kichik molekulyar gialuron kislotalari va undan tashqari xondroitin sulfatli birikmalar mavjud. Bo'g'imga qilinadigan gialuron kislotasi unumlari bo'g'im yuzasidagi tog'ay hujayralari xondroblast va xondrotsitlarni oziqlantiradi. Yuqori qovushqoqlik va elastik xususiyatga ega bo'lganligi uchun bo'g'im harakatga kelgan vaqtda bo'g'imda ishqalanishni kamaytiradi va bo'g'imni ichidagi moddalar almashinuvini yaxshilashga sabab bo'ladi va bo'g'imni boshqa begona agentlar, bakteriya, virus va zamburug'lardan himoya qiladi. Bo'g'imga qilinadigan gialuron kislotalari kasallikni qancha erta bosqichlarida qilinsa, shuncha yaxshi samara beradi. Kasallikni kechki bosqichlarida bu vositalarning samaradorligi ancha past bo'ladi va bu holatlarda jarrohlik amaliyotlari o'tkazish masalalari ko'ndalang qo'yiladi. Bo'g'imga gialuron kislotasi qilinganda qaysi holatlarda asoratlar kuzatilishi mumkin? Bemor organizmda gialuron kislotasi unumlariga bo'lgan allergik va nojo'ya holatlarning borligi, bu holatlarda bo'g'imda aseptik yallig'lanish holatlari yuzaga keladi va bo'g'im yallig'lanib shishib ketadi. Bo'g'imga qilinadigan bu vositalar nomutaxassis boshqa mutaxassislar tomonidan o'tkazilganligi. Bunda bo'g'imga ukol qilayotgan mutaxassis bo'g'imdagi jarayonni qanday kechishini va qanday vositani tanlash kerakligini bilmaydi va buni ko'r-ko'rona jo'natadi va bo'g'imga dori vositalari maxsus antiseptik sharoitlarda amalga oshiriladi. Esda tuting, bu vositalarni qo'llash travmatolog, ortoped mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Shundagina bo'g'imda bu vositalarni adekvat qo'llash va yaxshi samara olish ehtimolligi ko'payadi. Shunday ekan, sizning bo'g'imingizda osteoartrit va artrozlar kuzatilayotgan holatda, agar sizda ikkinchi bosqich terapiyasi sifatida gialuron kislotalari tavsiya qilingan bo'lsa, albatta travmatolog, ortoped mutaxassis tomonidan va maxsus antiseptik xonalarda antiseptik sharoitlarga rioya qilgan holatda o'tkazish kerak bo'ladi. Shundagina keraklik natijalarni olish mumkin. Videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.